$500 12 saloniga qanaqa tuninga qilingan hammasini ko'rsatib obzor qilib beramiz. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Xo'p, birinchi navbatda polniy salon akopent bo'lgan detallari bilan birga mana glyansiy korичневый akopent bo'lgan ayrim detallarni black piano qilib qo'yganmiz. Ruldagi barlik detallari bilan birga. Xo'p, eshigidagi obshivkasiga koja qilingan. Oldi o'zi kojinli bo'ladi, lekin ko'pida ko'chib ketgan bo'ladi. Orqalari plastik bo'ladi. To'rttalasini bir xil qilib kojinli qilib berganmiz. Mana akopentlarga mos rangda. Orqa eshigini ham ko'rsatamiz. Kojalardan sifati zo'r, akopentlarga ham garantiya beriladi. Undan keyin Malibu 2 bar, uzubi bar o'rnatilgan 3 tormoz hamma narsasi komplektida bor. Xo'p, parrandalari bigushi bo'lgan, source, zaryadka hammasi bor. Ustini ham mana shunaqa akopent qilib berganmiz, korичневый. Tarpetkadagi katta detali bo'ladi, qaranglar. Shuni ham shunaqa akopent qilib qo'yganmiz. Videoga vashi zo'r turibdi. Bu birinchi detali, bu mana katta splashnoy ikkinchi detal. Xo'p, eshigida obshivkalarini ham ko'rsatib berdi. Ayrim detallar dedik, ruldagi, imam klimat atrofidagi detallari black piano bo'lgan bardagi ko'rasizlar. Xullas mana hammasi $500. Bar, ruchnoy tormoz uстановkalari bilan полный salon akopent black piano и 4 teshigi koja. 500 ga qilib beramiz. Qiziq bo'lsa bizga Max Tuning murojaat qilaverasizlar.